Portugaliyaga qarshi o'yinda 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchradik. O'yin va asosiy vaziyatlar haqida gaplashamiz. Unda bugungi dasturimizni boshladik. Portugaliya O'zbekiston hisob 5-0. Statistikalarga qaraganimizda ham biz ancha ortamiz, ya'ni Portugaliya butun o'yin davomida shu dominantlikni qo'lga olganda, ammo biz ham ora-orada yaxshigina hujumlarni uyushtirdik, hattoki gol ham urdik va bizning golimiz juda ajoyib tarzda kiritildi. Lekin bu gol inobatga olinmadi. Lekin bu o'yinda shu Ronaldo o'z darajasini ko'rsatib qo'ydi, ya'ni dubl qayd etdi. Bundan tashqari o'zining liderligini isbotladi. Nuno Mendesga qoldirgan jarima zarbasi, undan keyingi ikkinchida jarima zarbasi ham juda ajoyib va o'ylangan tarzda amalga oshirildi. Ya'ni Bruno Fernandesmi, kimdir adashmasam Bruno Fernandes edi. Ya'ni jarima zarbasida juda aqlli o'yin ko'rsatishdi, ammo buni Ne'matov bartaraf etdi. Va bundan tashqari shu bizning asosan o'yin bizning jarima maydonchamiz tomonda bo'lib o'tdi. Endi bu narsa o'zi bo'lishi kerak edi. Shunday bo'lishi kerak edi. Ya'ni bunchalik katta hisob emas-ku, lekin shunday bo'lishi kerak edi. Bu narsa kutilganda o'yindan oldin ham. Nega? Chunki Portugaliya uchun bu 3 ochko, nafaqat 3 ochko, o'zlarini bir darajasini ko'rsatib qo'yish uchun ham bu o'yinni ko'rsatishlari kerak edi. Bu o'yin uchun personal Portugaliya bu o'yinga borini berib tayyorlangan bo'lishi kerak va buni Portugaliya maydonda ko'rsatdi. Shunchaki ko'rsatdi. Ya'ni o'sha futbolchilar, ya'ni Portugaliyaning asosiy tarkib futbolchilari o'z darajasidagi o'yinni ko'rsatishdi va bu o'yin shunaqa bo'ladi. Ronaldo bizga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda dubl qayd etdi va qaysidir o'yinda sodir bo'lishi kutilayotgan bir voqea edi bu ham. Va birinchi turdagi o'yin bunga asosiy sabab bo'ldi. Baribir Ronaldoga har tomondan heytlar yog'ila boshladi, ya'ni o'z jamoadoshlaridan hattoki, va butun dunyo ham baribir Ronaldodan kutadi. Ya'ni shu Ronaldo o'zini ko'rsatdi. Ronaldo birinchi turdagi o'yindan keyin bir o'zi Instagramga post joylaganda yozib, ya'ni hali bu boshlanishi, hech narsa yakunlangani yo'q. Keyingi o'yinlarda biz asosiysi mashg'ulotlarga, o'zimizga shu fokusni qaratishimiz kerak, e'tiborni qaratishimiz kerak va keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak deb. Va yaxshigina tayyorgarlik ko'rishgan Portugaliya har bir futbolchisi o'z darajasini ko'rsatishdi. Ya'ni ularning haqiqiy darajasi mana shunday. Va bilmadim, agarda bu darajadagi Portugaliya Kolumbiya Kongoni ham anchagina yirik hisobda mag'lubiyatga etish ehtimoli juda yuqori. Portugaliya juda ajoyib o'yin ko'rsatdi. Nima qilamiz? Afsuski bu voqea bizga to'g'ri kelib qoldi. O'yinning eng yaxshi futbolchisi Ronaldo bo'ldi. Bu o'yindan keyin dubl qayd etdi, o'z liderligini ko'rsatdi va bundan keyin u bu sovringa albatta loyiq. Ronaldo agar shu tarzda o'zini ko'rsatadigan bo'lsa, keyingi o'yinlarda biz yorqin o'yinlarni kutib qolamiz undan. Lekin debyutantligimizdan kelib chiqib, har taraflama taqvimda ham boshqasida ham bizga noqulay tarzda to'g'ri keldi. To'g'ri, biz ikki o'yinda ham erkroq hisobda mag'lubiyatga uchragan bo'lishimiz mumkin, lekin biz debyutantmiz. Biz hali jahon chempionatini bir his qilib ko'rmaganmiz. Endi his qilib ko'ryapmiz. Ya'ni birinchi marta jahon chempionatiga debyutant bo'lib chiqyapmiz va bizga qarshi Kolumbiya, Kongo, Portugaliya. To'g'ri, biz Kongoni aytishimiz mumkin, qarshilik ko'rsatamiz. Unga qarshilik ko'rsata olamiz, lekin Kongoning 26 ta futbolchisidan 26 tasi ham Yevropa top 10 ligalarida o'ynaydi va har bir tomondan bizga noqulay tarzda to'g'ri kelgan. Nima qilamiz? Endi bu narsa shunday bo'lishi kerak edi. Nima bo'lsa ham, shunisiga ham shukr va nima bo'lganda ham yigitlarga, futbolchilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman va Olg'a O'zbekiston. Keyingi turdagi imkoniyatlarimiz haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.